Bulcaq o'z do'stlig'i negiz bilasizlar, barliq odam biladi. Bulcaq bunaki do'stlik O'zbekiston chegarasi. Emin Bulcaqdan kelgan odamlar bir adamlar yo'l o'rtasida yuradi-da. Yo'lda o'rtasida yurmayli, bunaki peshxod bizda atayin chizib qo'yishganda yurish uchun. Mizon barlig'ingizga bir deydi. O'shandaqdan bu peshxodda yurishingiz kerak. Endi O'zbekistonda akalar sizlarga dağı, sizlarga ham eslatma. O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgandan keyin o'rta yo'lda tortib qo'ying. O'rta yo'lda yuribdi mana. O'rta yo'lda yurmasdan faqat peshxoddan o'tinglar. Bu yoqda mana gay xizmatkorlarda xizmatda hozirgi uchurda O'zbekistonlik akalar sizlarga ham eslatma, xafa bo'lish yo'q. Qonun hammamizga birdek. Mo peshxoddan o'tinglar. O'zi do'stlikdan o'tgandan bari O'zbekistonda akalar 99% bardig'i bloger. Hem sizlar bilsangiz kerak, qonunda sizlar ham bilsanglar kerak. Bu yoqqa o'tgandan keyin mana kiyim-kechak izlab qolasiz, boshqa Qorasuv bozoriga borishingiz mumkin. Qorasuv bozorida ham unaqa arzon kiyim-kechaklar o'zi vaqtida yo'q. Qorasuv bozoriga bormasdan vaqtingizni tejaydigan bo'lsangiz, vaqt hamma narsadan muhim, eng qimmati vaqt. Bu yoqda do'stlikdan o'tganingizda 200 metr yurib kelganingizda bu yoqda Sham savdo bor, ya'ni El magazin. Eng arzon kiyim-kechaklarni mana shu yerdan olib ketsanglar bo'ladi. 99 so'm kepkalar. Bu yoqda ayollarga, qizlarga 99 so'mdan, naskilar 50 so'mdan. Mana kiygan do'ykami hozir ko'rdingiz yaqinda endi bu qarasi, yoki oq qarasi o'ta arzon, jindi bog'larda do'yka 800 so'm. Qayerda 800 so'm? Qirg'izistonda Tolka El magazinda. Bunaki qarasangiz, bu kelmaydigan, kelmayam Jordan bu qanday bu? Kepkalarda bu barliq siz xohlagan tus to'rini o'shul yerdan olib ketsangizlar bo'ladi. Ya mana oppoq do'ykaga mana endi deydi. Shular o'ta jindida, mana qizil futbolkamni, mana do'yka o'ta jinda aytadi-ku. Bulardagi o'ta arzon 999 so'm futbolkalarda jayqi, jazg'i, kuzgi, qishki bu barlig'i o'ta arzon, yaxshi jindi bog'larda. Hem jindi desam keyin odamlar tushunmayotgan, o'ta arzon degani 699 so'm. Qaysi yerda sotadi, qaysi jindi sotadi bu bog'da? Tolka El magazin. Nega desangiz, Tolka El uchun xizmat qilaylik deb shunday arzon qilib qo'yganmiz. O'shandan ushul videoga bir like bosib tursangiz bo'lajaqda dag'i do'ykalarni ko'rsataman. O'zbekistonlik akalarga ham bitta taklifda bu do'yka boshqa yerda bilmayman 2000 dan sotilsa kerak, lekin bizda 1499 so'm. Yangi uylangan kiyovonlarga, endi kiyovonlar sal issiqroq kiyinib yurish kerak. Yozgi kunida ham mana yaxshi narsalar kiyovonlarga maza qilib kiyib yuradigan. Vaqt hamma narsadan muhim. Bizda shunday do'stlikdan o'tishingizga, do'stlikda oldida 200 metr, do'stlikdan bir qadam bossangizda o'sha oldida-yu Achi El magazin, Sham savdo bor-boru. Qorasuv bozoriga borib yoki O'shti bozoriga borib yurmaysiz O'zbekistonlik akalar. Do'stlikdan chiqishingizga kiyim-kechaklar olami mana shu yerda. El magazinga podpiska qilib qo'ying, tanlovlardan sizda, tanlovdan adashmangiz. Ushul videoga like bosib do'stlarga jo'natib qo'yinglar.